Xo'sh, Gulchehra xonim, bu Xitoyninki hozir bizim Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati bilan bu Xitoyning yangi İpek Yolu stratejisi o'rtasida qanday bir bog'lanish munosabati bor? Biraz burun erkin ma'lum biraz to'xtab o'tdi. Agar sizin bir texmo tafsili bayon qilib bersangiz. Erkin ma'lum hozir asosan hammani tafsili deb o'tdi. Men qisqacha bir qo'shimcha qilay. Sharq Turkiston Xitoy tarafidan besilmagan zamin bu Xitoy buni aniq biladi. Bu bizning bir qismimiz deb tashviq qilayotgan bilan undan keyin Sharq Turkiston xalqi mayli irqiy jihatdan, tili jihatdan, dini jihatdan, chiroy shakli hamma jihatdan Xitoy bilan, ya'ni Xitoy davlati xalqlari bilan Xitoy bilan keskin farqlanadi. Sharq Turkiston xalqi O'rta Osiyo, O'rta Sharq va Yevropaga Xitoyga qaraganda bakrak yaqin. Unda bo'lgankin bu yerdagi keskin farqdan Xitoy qo'rqadi. Nimishga desa, bu masalan Uyg'urlar u yerda Sharq Turkiston xalqi mustaqil bo'lmagan Xitoy bilan birga yashagan taqdirdami, agar shu İpek Yolu projekti bu Xitoyniki g'alabalik bo'lgan taqdirda, bu Sharq Turkiston degan u yerdagi bir darvoza, birinchidan avay erkin ma'lum deb o'tgandek strategik va geostrategik o'rni bek muhim. Ikkinchidan bu yerda agar bu yerdan bir to'salg'i bo'lishidan Xitoy bek qo'rqidi bu projektni g'alaba qilolmay qolishni Sharq Turkiston xalqi tufaylidan. Uchinchidan u yerdagi xalqlar Xitoyga emas, O'rta Osiyo, O'rta Sharq, Yevropaga bek yaqin xalqlar bo'lganligi uchun agar bu projekt g'alaba qilib qolsa, bularning ta'siri O'rta Sharq va Yevropaning ta'siri Sharq Turkistonga texmi singib kirib, bizdan bu bölge va bu bölge xalqi butunlay ayrim bir şekilde göründü, ya'ni jiroqlashadi deb mundam o'ylaydi. Anikin to'rtinchidan Xitoy o'zininki bu legalizm, yani nationalism o'zining New China model deb o'zininki modelini bu butun o'sha İpek Yolu projekti orqali boshqa davlatlarga eksport qilmoqchi. Bunda eksport qilish uchun bu yerda Sharq Turkiston bir darvoza. Sharq Turkistonni total, yani butunlay kontrol qilmay turib, buni eksport qilishi teshiga Xitoyniki tezki to'xtaydi. Unda bo'lganligi uchun Xitoy bu yerda Uyg'urlarni musha qirib yo'qotib tugitib yoki Xitoy bo'lganini Xitoy qilib, Xitoy bo'lmaganini yo'qotib bu yerda Sharq Turkiston degan Xitoylan bo'lib ketsa, bu yerda hech qanday bir farq qolmasa, bu yerda rohat xotirjam o'zimning ziminda boshqa yer bilan ulangan vaqtida bu projekt orqali bu yerda rohat ish qila olayman deb bu Sharq Turkistonda qirg'inchilik yurgizyotdi. Bu qirg'inchilikqa amaliyotda Xitoyning bu projektni amalga oshirish yo'lida o'zining putiga o'zi palti chapdi. Abiyam erkin ma'lum degandek, bu yerda qirg'inchilik qilganligi uchun xalqaro Xitoy qarshi chiqdi. Xitoyning yuzini, haqiqiy yuzini ko'rdi, taniydi. Boshqa davlatlarmi G'arb davlatiga tonib bo'ldi. Boshqa davlatlarmi bara-bara bu Xitoydan qanday bir davlat bu, bunda bir rejim kirsa qanday bo'lishi mumkin deb ehtiyot qilishga boshlaydi. Xitoyningki yumshoq kuch orqali taqatmoqchi bo'lgan obro'yi, ya'ni tiklamoqchi bo'lgan obro'yimi bu yerda to'kiladi. Bu projektning g'alabalik bo'lishiga amaliyotda ziyon berdi. Ammo Xitoy bek po'chilik qilib, Uyg'ur bilan kimning ishi, buning hech kimga bir manfaati tegmagandikin xohlaganimni qilaman deb ayada ashta o'ttiryotdi. Bu Xitoyningki bu yerda genosidni yo'shirishidagi sababmi shu amaliyotda yo'shirib shunayliqi o'zininki obro'yini shu İpek Yolu projektida g'alaba qilishda tiklamoqchi. Shunday bo'lganligi uchun bu Sharq Turkistonning bu yerdagi o'rni muhim, ammo Xitoy avay erkin ma'lum degandek chotni xatosi qilib qoldi menimcha. Dal mushu deganlaringizning Xitoyninki mush yangi İpek Yolu strategiyasini amalga oshirishda Xitoyning bizim Sharq Turkiston yo'l qo'ygan irqiy qirg'inchilik siyosatini bir siyosiy tusalg'u deb qarasak bo'lamdi. Ya'ni mushu yangi İpek Yolu strategiyasini amalga oshirishda İpek Yolu strategiyasiga nisbatan bir to'salg'u. Men shunda shaxsan ashta qarayman. To'salg'u bo'ldi, chunki chotni xato so'qdi. U yerda Xitoy aslida o'zining obro'yini yaxshi tiklashi, boshqalarga tahdid emasligini ko'rsatishi kerakdi. Ammo Sharq Turkiston xalqiga qirg'inchilik yurgizish orqali Xitoy o'zining niyatini oshkorlab qo'ydi. Tahdid, ya'ni legalizm bilan nationalizmni birlashtirgan bir totalitarian rejimni butun dunyoga tortish, rahimsiz mandaq bir davlatligini boshqa yerni mustamlik qilish, basi qanda
mustamlikini qanday yurgizdiganligini, qanday bir AI texnologiyani masalan hammaga yurgizyotdi. Xitoy Sharqi Turkistonda asosan shuni qilyotdi. U AI texnologiya orqali butun xalqni kontrol qilyotdi masalan. Boshqa yerlarga kirsimi shu rejimni taqib turyotdi. Undan keyin davlatlar masalan davlat hokimiyatlarini Xitoy boshqa davlatlarga yanchug'i sevgan taqdirdimi pora berib, ammo xalqlari buni ko'rib Sharqi Turkistonning ahvolini ko'rib xalqlari qo'rqdi. Qarshi chiqdi. Masalan, O'rta Osiyodami, Qirg'izistondami qarshilik bor, Qozog'istondami Xitoyga Qozog'iston xalqining Xitoyga qarshilik bor, ko'mir konlarni kezayotgan yerlar namoyishlarni qildi. Müştahilliqi bu O'rta Osiyodagi qarshiliklarning bir qismi Xitoyning kirib kelishidan qo'rqqan bilan bir qismi shu Sharqi Turkistonga bo'layotgan zulmni ko'rib yana bir cho'chiydi-da Xitoyning qanday bir davlat bo'lgani. Shuningga bu Xitoyningki Ipak yo'li proyektini amalga oshirish siyosatiga mundaqcha aytganda Sharqi Turkistondagi qilayotgan siyosiy, berayotgan zulmi bir to'salg'i bo'lib qoldi. Amaliyotda bu Xitoy uchun foydasiz, ammo Xitoy bekpo'chilik qilib buni mushtahim qilib qoldi. Erkum muallim, bu Xitoyninki bu yangi İpak yolu stratejisi hozir bizim Sharq Turkiston ko'rsatgan ta'sirini hem siz hem Ruqiya xonimni tafsiliy bayon qilib o'tdi. Ve bizim qo'shnimiz bo'lgan bu O'rta Osiyo, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston bu davlatlarda qandayroq bo'lyotdi? Hazırki ahval qargan chaqda bu devletler şu İpek yolu stratejisinden faydalımız deb aşını planlavadı. Mesela Kazakistan olsun, Tacikistan olsun, Kırgızistan olsun. Ama bu devletler özününki ham maddini, nefsini, tabii gazını Xitoyga beriyotdi. Hem de Afganistan'daki bir devlet olsun, mesela Afganistan'da her qanday Afganlık olsun, Xitoy bizga ziyon bermaydi ve Xitoy Afganlıklarınki dostu deb qarg'ashgan mushu İpek yolu stratejiyadan qanday bir payda alamiz deb onun koydu. Yani iqtisod kuchi bilan, yani yatırım bilan, sağlam mablag' bilan birlikte Afganistan'ı qanday gullantiramiz, jonlantiramiz degan o planda. Afganistan tehi o xil kuchlar var. Bular tehi birleşken emas tehi. O birleşkendan keyin bir bütün hakimiyet bo'lganda, onundan keyin belki Xitoydan payda alalaydı. Ama hazırca biraz kıyın. Mesela Tacikistan pek kendi kalgan bir devlet. Ular mı şu Xitoyningki sağlam mablag' bilan, ekegen teknoloji bilan o'zining devletini gullantirishga tirishadi. Ama Qozog'istondan boshqa misolga şu Qirg'iziston bilan Tojikiston Xitoyga qattiq nima qarz bor. Bu qarzni qanday to'lash masalasi bor. Şununla bu devlet, bizimki mütehassislerinin degandek, bu devletler de Xitoyga beqinib qolgan bir ahvolga tushib qolgan. Eğer de Qozog'istonda mı shunda tinchsizlik bir ahvollar bo'lib qolsa, u Qozog'istonga beqinib qolgan ahvol bor. Xitoy O'rta Osiyoda bu ta'sir kuchini kuchlantirgan siri, ta'sir doirasini kengaytgan siri bir devlet rahatsız bo'ladi. O bo'lsa Rusya. Ama hazırki Rusya hem de Amerika ve NATO'ya takabül turuş için Xitoydagi bir devletke ihtiyaç var. Yani bir şerik devletke ihtiyaç var. Şununla bu Xitoyning O'rta Osiyoda bu bozor tepib ketishi, inovat tiklashi g'ama qarshi bir nima hazırcha bir nima demayapti. Ama uzun müddette Xitoy eğer de O'rta Osiyoda bunda kuchlansa, ki Xitoy hazır şu Balkan'da mı güçleniyordu? Uyama şu Ruslarınki menfaat rayonlarında. Ama Asya Tinç Okyanus rayonlarda Ruslarınki terakkiyetiga iktisadi bulup mu, kural setişecekti. O Rusya'ya pek kılgan yardımı mı yok Xitoyning. Onun için Rusya özününki Irak Şark rayonlarına terakki kıldırış için Xitoydan devamlı uzun yıldan beri şu mablag' silinlar, teknoloji ekilinlar dedi. Ama Xitoy o teknolojiye ya ki o mablag'ni chiqsami diyor ama u yerga nüfusunu ko'paytib saldı. Yani Sibirya tarafta Xitoy nüfuslar ko'payadi. Şunun Rusya'da bir çakçakma var. Eğer de birisi prezident bulup saylanman dese, şu Rusya'nın ikinci bir milletke müracaat kılış lazım deydi. O kimki dese Xitoy deydi.
Yani Xitay'ınki sanının qanchalik ko'payganligini ko'rsatadi. Bu sebepten tüpeyli Rusya mushu qisqa vaqtda Xitoyga bilimi deyish biraz qiyin ko'rinadi. Xitoy mı bu fırsat Rusya'nı xafa qilmay, onu rencide etmey, turup O'rta Asya'da kuchini tiklayapti. Bunun da yana bir devlet memnun emas, mushu Hindiston. Hindiston mı Xitoyninki mushu İpek yolundan memnun emas. Bununki davatqan mushu nima Xitoy bilan, yani Sharq Turkiston bilan Hindistonning hakim bo'lgan mushu Kashmirning arasındaki mesele. Ondan keyin bu 63'te Pakistan'ın bir kısım toprakını Xitoy bilan kelishib berayotganligini ama Hindiston to'lamaydi. Hem de ebey deganda Qashqardan mushu Pakistan'ın Gwadar portiga mangan bu yo'lma Hindistan'ınki talep qilayotgan yoki o'zining chaqalayotgan o rayondan o'tidi, shunga bo'lmaydi deydi. Hamda burunma program qilgandik. Hindiston bilan Xitoyning orasida bu jeopolitik raqib. Shunga Hindiston mushu İpek yoluning O'rta Asyada, Afg'onistonda, Pokistonda kuchlanishini pek xohlamaydi. Hamda yana bir xohlamaydigan kuch olsa şu Amerika. Şununla bu Xitoyninki İpek yolu stratejiyani o'ttirib qo'ygan chaqda aslında Amerikanınki mushu Asya Tinch okeanida Xitoyni muasirga ilish siyosatiga qarshi g'arbga ichilish yo'lidir. G'arb yo'li ichilsa Amerikaning muasiri qilishi biraz qiyin bo'ladi. Shunga mencha kelgusida mushu Amerikanınki Tashqi ishlar ministrligininki ifadesi bilan cho'ng O'rta Asya siyosati asta ro'shan bo'lgandek turdi ki 2016'dan beri Amerika mushu rayon bilan shug'ullanyapti. Ama bu rayondagi devletler iqtisod jihatdan Xitoyga va xavfsizlik jihatdan Rossiyaga bog'lanishga Amerikaga texi nima uçuk aşkar bilimlerini ifade kılamayapti. Ama vaqt uzirgan siri Xitoyninki avvalgi niyatlari hammasi o'ttirib chiqqan siri Qozog'iston, Qirg'izistonda, kelgusida Tojikistonda bo'ladi deb o'ylayman. Xitoyga qarshi bu norozilik harakatlar paydo bo'lgan siri mencha Amerikami bu yerda bir O'rta Asyada bir imkonini topadi va g'arb tarafdan Xitoyni agarda muasirga olmagan taqdirda Xitoy kuchlanib devamlı kuchlandi va Amerika abaqi degandek o'zining o'rnini ilishidan ansirayotdi dedi. Bu ansirash devam bo'ladi. Shuningga Amerika yani bunun yolunu tapıdı deb o'ylayman. Ma'lum bu Xitoy bu yeni İpek stratejisi orqali ichki siyosat jihatdan masalan bizga irqiy qirg'inchilik yo'l qo'yotdi. Sharq Turkiston xalqiga nisbatan. Bundan boshqa tashqi siyosat jihatdan iqtisodiy jihatdan taraqqiy qilgan yoki qilmagan, taraqqiy topmagan yoki taraqqiy qilayotgan davlatlarni o'sha biz deyotgan strategiya orqali yeniga tortib xalqaro Uyg'ur masalasida nisbatan bir kuch to'playotdi. Yani demek ki çoğunun meyil içki siyasetinin cihetten bulunsun, meyil taşkı siyasetinin cihetten bulunsun. Bu Xitoy'daki yeni İpekli stratejisi biz yani Uygurlarga her cihetten faydası buluvatıdı. Yani yığınçılıklar etken vaxtada bizdeki takdirimiz bilen Xitoy'nın stratejisi nahayeti zich münasebetlik buluvatıdı. Tehdit noktadan oysak mı Xitoy'nın dünyada yaki tesir dairesini kengaytiş, nüfuzunu aşırış, Cihangir devlet buluş için mushu yeni İpekli stratejisi yani nahayet mühim rol oynayotidu. Xitoyning taraqqiy qilish ya kelgusi taqdiri bilan bizningki mavjudligimizni qo'g'dab qilish taqdirimiz bir-biriga zid kelyotidi hozir. Mushu masalani biz qanday qilsak bir hal qila olamiz. Siz qanday bir qarashingiz bor yoki taklif fikringiz bor? Sharq Turkistonninki oqibati Xitoyninki kelgusi bilan munosabatli. Xitoyninki taqdiri bilan munosabatli. Sharq Turkiston xalqi agarda hur bo'lamasa, aslında Xitoy ma hur bo'lamaydi.
Şununla bu Xitay farklı bir siyasetine ilip bir gerekti ama onda ilip bağmağanı görüyoruz. Hem de Xitay Şərq Türkistan'da ilip bağan bu zulümle yukarıda mütehassislerime dedi. Yani dünyanı heyran kız var dedi. Yani bu devlet eğer de Amerika'nın yerini alsa Vişimizde nimeler kile, kaysı kün kile de onun ensreçte azı. Şununla bu bir cetten Uygurlarga sahip çıkış ile birlikte misalga Amerika'dan başka şu nime İngilizce deyimiz, Fransa deyimiz bulama sahip çıkmadı. Bunun için halkara organlama, insan hakları, demokrasi ile çoğunlukla organlama sahip çıkmadı. Bugün mamına Kanada meclisinde şu Xitay Şərq Türkistan'da ırkı kırgınçılık ilip bir vadı dedi. Ona inik bir cakalaş bile karar bile cakalavadı. Bunun okşayış garip devletlerde asla muşunu yani Xitay rayonda yani Şərq Türkistan'da ırkı kırgınçılık ilip bir vadı diyenler sözlep kegen çağda. Onun kim bu bir qancha ay bo'lib qoldi Londrada kurulgan yani Londonda kurulgan bir müstakil mahkeme var. O mahkememe bir iki yıl bir ceryanın içinde o mahkemede Xitay ırkı kırgınçılık kılıvadı deb karar çıksa o vaqtida şu xalqaro qonunlarning maddesiga bağlab turib Xitayga besim işletish, Xitayni jazolandirish ve Xitayga tölem kırgızış meseleme başlaydı. Şununla bu bir gap var o leglek aşı küçük şamal bile igizde uçudu degендek. Şununla Uygurların tatkan bu zulüm, bu capa, bu izdirap bile birlikte Uygur meselesine yükselip ve Uygur halkının, Şərq Türkistan halkının ki takdirini aslında şu İpek yolu bile özgürlüğün ihtimali görünüyor. Şununla bu İpek yolu emelge açsın açmasın ama bu cereyan boyunca Uygur meselesi, Şərq Türkistan meselesi hemisi dünyaya tunulup bilinip ahır kegen çağda yani bu şu Uygur teşkilatlarının ki planı bile Şərq Türkistan'ı xalqaro güç ya da Birleşken Devletler tarafından himaye astığı iliş. Eğer de Şərq Türkistan himaye astığı ilingandan kin o Xitay kol silip bozak kılışının ki ihtimalıma azıydı. Şərq Türkistan eğer de himaye astığı ilinse o zaman Şərq Türkistan'dan çıkıdığan bu kurukluk yolundan boğan bu kanattaki İpek yoluma emelleşimi kıyınlaşıdı. Şununla birbirisi bile zıç ve mürekkep bir mesele. Bir taraftan Xitay Şərq Türkistanlık arasında mesele. Bir taraftan Şərq Türkistan ve Türk dünyası bile İslam dünyası bile boğan bir mesele. Bir taraftan yani Şərq Türkistan ve Garp dünyası bile boğan bir münasebet. Yani bir cetten karsak Şərq Türkistan Uygur meselesi dünyanın ki bir meselesiga aylanıvadı. Yani naydı mürekkep, naydı çoğun ve bazı terakkiyatlarga bizim yetişemeydiğen manda bir ahval payda buluyordu. Şununla şu terakkiyatlar aslında Şərq Türkistanlıklar için bir fırsat. Hem de şu Şərq Türkistanlıklar qanday qilish meselesi moyun buluyordu da. Rukiya Hanım, Xitay bu yüzden hazır yeni İpek stratejisi arkalık bizim vatanda nihayet ağır derecede insan hakları depçençilik kılmışlığını ilip duruyordu. Bundan başka bu yeni İpek stratejisi dairesi kirdiğen başka devletlerde mi şu devletlerin kanununa ziyankeşlik duruyordu veya onun karşı işlerini kıvatıdı. Ama lakin bunu Avrupa İttifakı yoki Amerika yoki Kanada qatorliq bu taraqqi topgan davlatlar Xitoyning bu qilmishini ko'ryapti. Ya Xitoyning mush qilmishini shu davlatlar qonun orqali echib tashlab, lekin Xitoyga qarata bir siyosat yo'l qo'yish imkoniyati bormi? Bence bunu tepsil edimsem buldu. Bayağı erken malum tazı tegidin düşendirdi. Nemişke dese
bu Xitoyni dunyoga tahdid bo'layotgandan keyin bu Xitoyni turg'izmasa qat'iy bo'lmaydi hozir. Buni hammasi tegiga to'nib yetdi. Qandoq qilmasin Amerika davlatlar bir amal qilib Xitoyni turg'izish kerak. Xitoyni turg'izish uchun oyadagi qirg'inchilik Xitoyning qirg'inchilik qilayotganligi Sharq Turkiston xalqiga bir cho'ng isbot. Unda bo'lgandan keyin bizning Sharq Turkiston xalqining ham erkin ma'lum degandek, Sharq Turkiston xalqining himoya ostiga o'tmasligi, qutulib qilish qanmasligi dunyoning bexatarligiga bog'liq hozir. Agar Sharq Turkiston xalqidagi shu qirg'inchilikni dunyo qarshi chiqmasa, qonunlar orqali uni bir taraf qilmasa, u vaqtda u Xitoy texmi yo'g'inab yuriki. Onundan Xitoyni do'raydigan rejim davlatlari texmi kuchlanib, Xitoy bilan ko'pi qilib, u Xitoymi o'zining atrofiga shundalarni yig'ib, dunyoda o demokrasiya, erkinlik va tinchlik degan yo'qaydi. Bu Sharq Turkiston xalqiga bo'layotgan tahdid, ya'ni qirg'inchilik bütün dunyoga yamraydi degan gap. Buningdan qo'rqyotidi. Uning uchun bular faqat qonunlar orqali ham ish qilmasligi mumkin. Chunki hozir masalan Sharq Turkiston xalqini qo'g'dash uchun bütün davlatlar masalan buni genosid, qirg'inchilik deb tonisa, onundan keyin bu hozir BDT biz bir ishga yaramaydi, Security Councilda Xitoy bor deymiz, masalan peacekeepingning yerimi degidek hozir Xitoy bor deymiz. Unda bo'lgan bilan bu BDT'deki Security Council'dan qarar chiqarsa, onundan Sharq Turkistonga kira oladi. Agar askariy aralashishga to'g'ri kelsa, qirg'inchilikqa agar Xitoy to'xtatgani unimizda, bo'lmasa kiranmagandan keyin bu BDT'ning bir nemisi yo'q ekan, agar kuchi yo'q ekan deyishga to'g'ri kelsa, buningga g'arb davlatlari qarab turmaydi-da. Endi u yerda kuchi yo'q ekan bo'ldi, BDT'ning qo'lidan kelmadi, biz ishni qilolmaydikmiz demaydi. Cho'qim biz sistem o'zgartish bo'lishi mumkin bu yerda. Yoki BDT'dan boshqa bir tashkilot yoki bir boshqa kuchlar birlashmishi mumkin, yoki shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'zgarish yasash maydonga kelishi mumkin, yoki bo'lmasa bular bu davlatlarni yig'ib, treaty shartnomalar orqali qo'l qo'yg'izib, boshqa yo'llar bilan Xitoyni majbur qilishi mumkin. Bu mumkinchilik aniq. Aniqlam dunyo Xitoyni majbur qiladi. Bir ish bo'ldi bu yerda. Bu majbur qilmasa, bizga bo'lgan o'lim dunyoga keladi. Bu bizga ham bo'layotgan ish emas, bu atki dunyoning taqdiri. Mehmetçi efendim, sizinki bu qo'shib qo'ydigan qo'shimcha so'zingiz bormi? Boshqa masala yo'q. Erkin ma'lum Ruqya xonim shundoq nihoyatda muhim bir temani to'xtalib o'tdi. Ya'ni biz xotirjam bo'lmasak, butun dunyo xotirjam bo'lolmaydi degan gap. Siz davomli ta'kidlab kelasiz. Aslida biz Sharq Turkistonda tinch yashab kelgan bir xalq edik. Ammo Xitoy kelgandan keyin bizim tinchligimizni buzdi. Ammo Xitoy nuqsidan tinchlikni saqlayman deyotdi, ammo Xitoy amaliyotda bizim tinchligimizni muqimlikni buzyotdi. Ya'ni nima bilan buzyotdi degan vaqtida dal mushu hozirgidek yangi ipakli strategiyasi orqali buzyotdi. Mushu nuqtani qaragan vaqtimizda ya'ni Sharq Turkiston tinch bo'lsa, dunyo tinch bo'ldi degan yakun kelsak bo'lamdi, bo'lmamdi? Mujda tushunsak bo'ldi. Chunki Sharq Turkistondagi bu zulmlar hamg'an vaqtida, tinchliklar paydo bo'lgan vaqtida, xalq bayashat rahat yaşayan vaqtida, o'zining diniy e'tiqodini yaşalaydigan vaqtlarda, urf-odatlarga sahib chiqadigan taqdirda, u vaqtida bu yerda bir tinchlik paydo bo'ladi. Bu tinchlikninki paydo bo'lishi aslida bir adolatninki qo'g'dinganligini ko'rsatadi. Agar adolat bo'lmagan taqdirda abaqa degan zulmlar davom qiladi. Adolat bo'lmagan yerlarda zulm bo'ladi. Shuningga bu Xitoyning mavjud shu siyosiy an'analarida va siyosiy madaniyatida boshqa millatlarning rahat yashashini pek xohlamaydi. Eganlab olgan va bisib olgan xalqni cho'qim assimilya qilishningki yo'liga kirdi. Ularningki siyosiy an'analarida bor narsa. Shuningga mencha Xitoy shu Sharq Turkistonni qo'yvatmagicha, Sharq Turkistonningki mustaqilligi yoda hur bo'lishini bermigicha veya qo'ldan chiqarmagicha Sharq Turkistonda bir tinchlik bo'lamaydi. Shuningga Xitoy agar o'zining tinchligini qo'g'dayman desa, Sharq Turkistonda bir tinchlikni yaratish lozim. Agar o'zlari baxtli yashayman desa, Sharq Turkiston xalqini baxtli bo'lish lozim. Sharq Turkiston xalqi erkinlik bo'lsa,
Xitoy mı erkinliğe erişiyor? Hem de dünya mı şununla karab Xitoy mı dünyaya şu tinchlik ekildiğe bir nime adalet ekildiğe de düşündü. Olmasa hem de hazır Xitoy'nın ki şu Tibet'te, Türkistan'da, Hong Kong'da ilip bağlan bu siyasetleri, halkara kanunun tanınmaslığı ve halkaranın ki şu universal bulup ketken bu kıymet karşılığını red kılışı ve karşı çıkışları ebediyen kudretli devlet buluşunun 3 basmış stratejileri ve Mao Ying İpek Yolu projesi muşla hemmisi jığılıp hazır dünyanın korkuçu başladı. Bu korkuşuyla birlikte Xitayga karşı Abay Rukiye Hanım degandek bir narsalarni qildi hem de. Bunda qarab turmaydi. Hem de muşu yılının 6. aydan itibaren NATO teşkilatımı yüzününki nişanını oturup koydu ve 2030 strateji planında ilingan nişanda Xitay var. Eğer de NATO aşında ağam olsa, Garp devletleri hem de muşu NATO'nun azası boğan için hem de NATO'ya erişip hem de Xitayga karşı takabul çıkıdığan bir ahval peyda bulmadıdır. Əbəyinin yağı biz siyasi cəhətdən dedik, iqtisad cəhətdən dedik, ticarət cəhətdən dedik və şu jeopolitik cəhətdən Xitayğa takabul turduq dedik. Hazır mavu hərbi cəhətdən, mütabiyə cəhətdən Xitayğa karşı hazırdan başlap bunun tədbirlərini və bunun yollarını izləvatıdır. Yəni jığıb kelgan çağda Şərq Türkistanlıqlar hür bolsa, Xitay hür buludu və Orta Asya mühür buludu ve kalan dünya mühür buludu. Hem de o vakti de yani belki başka devletler bir nesle çıkıp kaldı ama Xitay'a bağlap durup hazırki müşkülasını değil buldu da böyle. Yani bütün mesele Xitay'ınki muşu siyasi tüzümü, iktisat tüzümü, şundakla muşu siyasi iktisat tüzümü qoğdap koyuş için yolu koyuvatkan yeni İpek stratejisinde mesil var, ziddiyet var. Destek buldu şunda mı? Şunda efendim. Rukiye Hanım bu Afrika ezelden beri şu çoğun kuşlarınki müstemlikisiga duş kelip atkan bir kıta. Afrika'nın tehdiri zaten tarihinin biri muşta bu kevatıdı. Xitay terakki kılgandan keyin ya güçlengendan keyin tuncu bulup Afrika'ya köz tikti desek buldu. Afrika'ya köz tikiş sebep elbette üzdük. O yerde hammet epkiliş ve başta yaptırım var. Xitay muşu Afrika'ya qaratqan siyasətdə bulubmu yeni İpek stratejisi qanlaraq buvatıdı. Afrika devletleri qandaq inkaslarını qaytırıvatıdı. Muştoğu söylep bergen bolsanız. Rahmat Nimo. Bu Afrika'da Xitay'nınki Jipek yolununki hazır Xitay'nınki Jipek yolununki Afrika'da emas bütün dünyada qanchalik g'alaba qilib qanchalik g'alaba qilinmaganini dangsash uchun chunki bu Xitoy Afrikaga bek jiq kirganligi ham uzun muddatli bo'lganligi uchun nurg'un think tanklar Amerikadagi, Avstraliyadagi boshqa yerga Afrikani bir case study qilib, ya'ni bir case qilib o'rganib, zodi Xitoy qanchalik g'alaba qildi, nemish qildi, Afrika ziyon tortdimi, Xitoy ziyon tortdimi, qanday bo'ldi deganni yamanjiq tadqiq qilyapti hozir. Ham buning ba'zi tadqiqot reportlarmi chiqib bo'ldi. Shu bu reportlardan qaragan vaqtida hozir bu Xitoyninki projektining Xitoyga foyda keltirgan, ya'ni Xitoyninki bu projekti Xitoy uchun g'alaba qildi degan ham o'sha Afrika bo'lib aytibdi hozir. Hamda nemishga deganda bu Afrikada nimalar yo'qda, hamda bir kuchli rejim hokimiyatlar yo'q, Xitoylarning kirish yo'llarini to'sab ba'zi projektlarni aniqsan bo'ldi, aniqsan bo'lmaydi deb ehtiyot qilgan yerlarga Xitoyga chek qo'yadigan, masalan, Isroil, Arab davlatlari, Qatar, andan keyin Saudiya, Eron degandek bunday davlatlar masalan Xitoyga kirgan vaqtda bu projektlarda chek qo'ydi ekan bizda kuchli rejim bor. Ammo Afrikadagi davlatlar pek ojiz bo'lg'achqa bularında çek qo'yolmagan, onun ustiga Xitoy Yipek Yolu projektida Wutong degan narsani ishlatadi-ku bular masalan asosan yo'l shu Wutongning ichidagi 5 qo'shilishma Xitoydagi 5 tong degan narsaning ichidagi birinchisi shu infrastructure, asosliq infrastructure bilan kirdi ekan. Lekin Xitoyning o'zining bir nimasi bor-ku, demak
Shangfu Xiulu deydi bular. Aşta digini başta yol yasa, oniki highway yasa, onu digin telecommunication yolunu yasa digin ekençi bu Xitaylarning. Aşta da bu Afrika kirganda bular Amerikadek, mesela Amerika kirgan vaqtida bulaylıqı mekteplerini sağan, ankin healthcare, sağlık sağlamlıqlarga yordam qilgan, kambag'allikka uya-buya yordam qilib mablag' sağını bilan Xitoy butunlay ko'zi ko'rinadigan narsalarga mablag' soldi-da. Masalan, yo'l yasadi, aşındaylıqı kövrük yasadi, bina yasadi degandek Xitoyning temir yo'l yasab, aşında narsalarni yasagandan keyin bu Afrikalıqlar başta kirgan vaqtida buni bek qarshab ketishdiki sabab nimishga desa, birinchi Amerika bu yerga ancha bek ta'sirini kirgizib, bu Xitoyni kirgizmanglar deb bir ta'sir bilan to'simidi. Nimishga desa Amerika bu Afrika bek taraqqiy qilmagan bo'lgan keyin Xitoy mablag' selib, ash mablag'da taraqqiy qilib yo'llarni yasab olsin, yasab yassin, taraqqiy qilg'iz qo'ysin. Ondan keyin bizningmi u yerda bir ta'sirimizni u yerga kirib, ta'sirimizni ko'rsatishimizga oson bo'ldi deb munda o'ylab Amerika. Ancha bek u yerda bek ta'sirini nim qilmadi, bo'sh qo'yib berdi Xitoyning kirishiga. Ondan keyin Afrikami bu qarshi yo'llarni yasab berayotgandan keyin, u taraqqiy qildirayotgandan keyin bu Xitoy qala, lekin yo'l degan, bu temir yo'l degan hech narsa ketmaydi, bizga qoladigan tursa. Biz nima unchalar qo'rqib ketamiz deb buni qarshab ketdi Xitoyning kirishiga butun davlatlar yo'l qo'ydi-da, o'sha Afrikaga. Mushu masalan Xitoyning sog'an mablag'i bu John Hopkins degan bir universitetniki nim qilishicha, hozir statistika qilib chiqishcha, mushu mishaga qilayotgan loanlari bergan qarzi 5 bilyon, yani bilyon degan trilliard bo'lamda, milyard bo'lamda, yiliga 5 milyard mablag' solgan. Hozir mushu 10 yil ichida, o'tganki 10 yil ichida Xitoyninki mushta sog'an mablag' ashta nima? Amerikaninki 5 milyard sotganda yiligacha, ammo Xitoyninki o'tgan 10 yil ichida 1 trilliondan eshib ketgan gap. Afrika sog'an mablag'i. Uning ustiga bu yilqi bunda qarshi shunda Xitoy bir ishlarni qilib bergandek ko'rinib ketayotgan boya men degandek yo'llar yasilib, taraqqiy qilib ketgankin bu kirsin deb nima. Undan keyin bu Xitoy boya men dedim, Wutong 5 qitilish degan narsaning ichida birsi shu yo'l yasash, ashta narsalarni qilish bo'lgan bilan, ashning ikkinchisi masalan to'solg'usiz savdo qilamiz deydi. Uchinchisida masalan pulini Xitoy ashada kuchlantirmoqchida, financial integration qilamiz deydi. Lekin to'rtinchisi policy coordination deb ayadikilarni opirib o'qitib, o'zining siyosatini o'gitib Afrikaga, policysini almashtirib, o'zining policysini ayaga singdirib olgan gap. Andan keyin beshinchisi people to people deydi, adamdan adamga debchi. Bular Xitoylik masalanki bu proyektni qilgan vaqtida masalan bir boshliqlarni tepib, shu shaxsini tepib, kuchi bor, ta'siri bor shaxslarni tepib bevosita munosabat qurib, pora berib, proyektlarni amalga oshirib olgan gap. O yerda bir hukumat bir kontrol qiladigan, mundaq boshqaradigan ham bo'lmagan keyin pora berish Afrikada bek ig'ir ekan. Ashta bo'lgan keyin bu singib kirib Afrikaga bu bek jih kirib, Xitoy jih narsalarni yasab, u yerda asosan degidek Afrikaniki ko'mir, uran, ashta oltin, ashta narsalarni bek chiqib ketdi, Xitoy ilib qilyotdi. Ashta qilgandan keyin bu yerda xili bir g'alaba qilib qolganda Xitoy. Uning ustiga bu Xitoyningki asosli ko'z tikayotgan davlatlari Keniya. Keniyada dengiz Afrika tumshug'i dengiz yo'lini tutashtirgan nimasi bor, port moyindagi davlat. Shuni u muhim, shuni Xitoy u yerga bek chiq mablag' soldi. Undan keyin Djibutida Xitoyning askarlari bor. U askariy kuchini kengaytirishga nimasi muhim. Undan keyin Misrda Suvayish kanali bek muhim bo'lg'ashqa Xitoy Misrga ko'p mablag' selib boshladi. Boshqa davlatlarga mablag' soldi. Ammo buninglik bilan Xitoy foyda oldi amaliyotda Afrikada evitibdi. Lekin bundan keyin davomli mushada Xitoy hamda gullanib mushib bitim ketamdi deganda unday emas. Chunki bu Afrika davlatlari qarab hozir bu o'zining qarzga bo'g'ilib qolganligini, bu yerda Xitoyga his qilishga boshlagan. Masalan, Keniya Xitoy Keniyaga 60 bilyon dollar, bilyon degan milyard Chinaning Exim Bank bor. Shu Exim Bank shunchalik qarz beribdi ekan Keniyaga. Keniya endi hozir u qarzni to'lamay, Mombasa port qo'limizdan chiqilgan o'xshaydi deb, bu Keniyani ochiq kelib Mombasa portini chiqarib qo'ysak bo'lmaydi qo'limizdan deb, bu Xitoyniki ba'zi to'xtamlarini bular bekor qilib, keyniga so'zib manda qo'yibdi. Zambiyami 2018-yili bu Xitoydan ko'mir olgan Zambiyadan. Olgan ko'mirlarningki to'xtamlarini uzartib, bu bizdan appek foydalanib ketdi Xitoy deb. Ba'zi to'xtamlarni bekor qilib ashta qildi. Undan keyin Nigeriya degan davlat
Aşılamı Nigeriya. Nigeriya degan davlat Xitoy u yerda neft deyotgan Xitoyniki CNPC bor, petroleum neft şirketi şuniki aşılarniki haqsızlıqlarına qarşı toxtamlarını toxtub qo'ygan aşta iş var. Lekin Çad governmentmi, Çad hökumətimi Xitoyniki aşu neft şirketiniki bütün operationsini 2018 toxtub qo'yibdi. Şuna bo'lgandan bu hozir Afrika davlatlari bunun qarshi chiqadi. Undan bu Zambiya, Nigeriya degan davlatlarda, Tanzaniya degan davlatlarda bu yerlik xalqlarmi bu Xitoylarni o'ttirib, Xitoylarni qo'g'lab, Xitoylarga qarshi chiqib Xitoyning ishchilari uchun. Shunday bo'lgan ahvollar Afrikada hozir nihoyatda ko'payyapti. Shuningga bu yerda hozir Xitoy zodi Hazırki kelgicha Xitoy qarshi paydo bo'lgan ham qarzga bo'g'ib ham narsalarni ichkitib ko'rib yo'l sap berib lamchu qarshi bu tahdidni hozir Afrika barabar his qilib to'xtamlarni munda qilyotdi. Shu Afrikami ham Xitoyniki bak kengayib ketishiga u yerda yo'l qo'ymasligi mumkin. Chunki Afrika davlatlari hozir eng Xitoy g'alaba qilgan bir yermi, eng jiq kirgan, eng o'zining mustamlik qivolay deb qolgan bir yermi hozir Xitoyning qandoqligini tunib yetib bunga qarshi chiqyapti. Nicat Turgun efendim bu Latin Amerikaga qo'shni bir qit'a. Xitoy va Latin Amerikaga izchil ko'ngil bo'lib kelyapti. Bo'lib o'zininki shu yangi ipak strategiyasi orqali Latin Amerika davlatlariga ta'sir ko'rsatishyapti. Undaqda bu Xitoyninki bu yangi ipak strategiyasi Latin Amerika davlatlariga qanday bo'lyapti? Latin Amerika davlatlarininki Xitoyning bu strategiyasiga qanday fursat tutyapti? Shu to'g'risida so'zlab bersangiz. Rahmat. Latin Amerikası bir xam əşya niməsiga aid to'lgan bayliq ko'p bir rayon. Amerikanınki aqoilisi deb nim qaraydı buni. Xitoyniki buni 2017dan boshlab asosda Latin Amerikası davlatini bu nimiga taklif qilyapti va ko'plagan davlatlar a'zo bo'ldi buningga. A'zo bo'lgandan keyin Xitoy asosan bu yerga mablag' silish, infrastruktur narsalarga mablag' silish, andan keyin qarz berish chunki köptegen Latin Amerikası devletler iqtisadi yaxshi emas, kambag'alchilik nim bor. Bu yerga bu qarz diplomasiyasini ishlatishar arqali köptegen devletlarniki bu siyosiy nimasiga ta'sir qilg'iliq holat mavjud keldi. Andan keyin bu va'da qilingan ba'zi sohalardagi taraqqiyotlarga nimada to'liq o'rindanmoqlikkan. Bu holatdan Latin Amerikasıdagi nimalarmi Xitoy degan va'dasi bo'yicha amalga oshirilmoqlik, ammo Latin Amerikası bu nimadan o'rtaq bir qarshilik texi mavjud bo'lib ko'rinilmaydi. Chunki bulungan ikkisiniki projekt boshlagan vaqti qisqa va uzun bo'lmaganlik sababdan Xitoyga umumiy qarshilik bo'lmaganlik oraliqda bir Braziliyadan biroz Xitoyninki bu va'da qilgan narsani amalga oshirmaganlikdan biroz noroziliklar ko'rildi. Endi yig'ib degan chog'da Xitoyning bu yerda bir necha maqsadi bor bu yerda. Birisi Latin Amerikası bir xam ashyo moddasi bu yerda azan elib o'ziniki sanoatni ishlab chiqarish va taraqqiy qildirishda bir ta'minlagichi bir yer bo'ladi. Anandaki o'ziniki ishlab chiqargan narsalarni bu yerga kelib sotadigan gap. Andan keyin bu Latin Amerikasida nurg'un davlatlar bo'lgandan keyin bu yerdagi davlatlarga siyosiy va iqtisodiy kuch orqali ta'sir qilish orqali o'zining xalqarodagi ta'sirini cho'ngaytishga va ta'sir kuchini Amerikaningki bu yer rayonidagi ta'sir kuchini ojizlashda bu rayon hamda nihoyatda muhim deb qaraldi. Bularning bir yangi ipak yo'li nimasidagi munosabati shunday. Bu mayli erkin muallim bo'lmasin, mayli Ruqiya xonim bo'lmasin, mayli Mehmetcan bo'lmasin, yoki Nicat Turgun efendimlar bo'lmasin, o'sha Xitoyninki bu yangi ipak strategiyasini yo'l qo'yayotgan davlatlarda ustunlik egallab sebab dal shu davlatlarning iqtisodiniki tuvan bo'lishi, undan keyin xalqninki shunday bir narsa ehtiyojidan bo'lishi, siyosiy tuzilmasidagi masalalarning bo'lishi qanday Xitoyga bunday bir ustunlik olib kelgan bo'lsa, keyingi mezgillarda dal shu ustunlik Xitoyga nisbatan bir ta'tir yoki bir kamchilik bo'lib oldiga kelibdi. Chunki Ruqiya xonim deb o'tdi, Afrikadagi iqtisodiy jihatdagi nomrodlik yoki siyosiy tuzum jihatdagi ojizlik Xitoyni qanday jalb qilgan bo'lsa o'z vaqtida yoki Xitoy qanday sharoit yaratib bergan bo'lsa, keyingi mezgillarda davlatlar iqtisodni qaytara olmaydigan, Xitoyga beqinib qolgan, uning siyosiy hokimiyatlar to'liq almashib qolgan bo'lg'achqa, Xitoylarni texnik ko'p narsa undirish uchun Xitoylar bilan to'xtamni bekor qilgan mana holat ko'rilyapti. Ya'ni demak shu uning burunqi undaq bir ustunliklar hozir dal Xitoyning oldiga bir mas'ul sifatida kelyapti. Ya'ni demak shu uning, ya'ni Xitoyninki
yeni İPEP stratejisini amalga oshirishda yoki yanada siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, bexatarlik jihatdan, hatto muhit jihatdan nurg'un to'salg'ular bor ekan. Demak shu o'g'lim, ya'ni Xitoyninki buni o'zining maqsadi bo'yicha, plani bo'yicha to'liq amalga oshirish nisbati, ya'ni o'zi deyotgandek, o'zi degandek tashrif bo'ldi ekan. Ya'ni mush yakun kelsak bo'lamdi. Menimcha bu planını yani yeni İpek Yolu stratejisi planını yani amalga oshirishda nurg'un to'salg'ular var. Mesela birincisi bu ham Ruqiya xonim va Erkin muallimlar deb o'tgandek iqtisodiy qiyinchiliklar var. Qarz bergan qurilishgan davlatlarniki pulni qaytarmaslik ehtimoli var. Mesela Pakistan deymiz, uningga shu Xitoy-Pakistan ekonomik koridori haligacha 60 milliarddan ko'p mablag' soldi Xitoy. Bunun ko'p qismini endi Pakistan şu yollardan kirgan payda orqali Xitoy qaytarish lozim. Endi o bir çölni o'tadigan yo'l, o yo'ldan qatnashmaydi. O qatnash orqali pul topadigan yo'l emas. Asosan shu energiya to'sh qiladigan yo'l. Undan Pakistan unda tez pul deb qilolmaydi. Ama Pakistan'ın özümü 2017-yili umumiy Pakistanniki qilib qolgan tashqi pul zapisi faqat 10 trilyon pul qopdi-da. Pakistan'ın özü tashqi savdo qilish lozim, bir narsani import qilish lozim. Uning uchun dollar lozim. O Xitoyniki pulini qaytarish uchun Pakistan bütün pulini tashqi pul zapisini ishlasimi, Xitoyning pulini qaytarolmaydi. Qaytargudek pul kuchi yo'q. Şu vaqtda, şu analiz çıkan vaqtda IMF, yani Dünya Pul Muamele Fondumu ifade bildirdi. Eğer Pakistan bizden qarz elib, Xitoyning qarzini to'layman desa, biz Pakistan'a qarz bermaymiz. Şuna xalqaro ba'zi pul muomala tashkilotlaridan qarz elib, Xitoyning pulini to'lash ehtimoli tuban. Onun başka Afrika devletlerinde şunda ahvallar var. Sri Lanka'da var. Sri Lanka'da bu elki bayam gibi boğan portninki 1 milyar 600 milyon dolarlık mı o portni yasadı. Plan boyunca o portni işletkendekin kelgen kremden Xitayga müddet gibi o qarzını qaytarish lazım. Ama o bir joyi yani yer yaxshi emas portninki. Şuna hech qanday kirmagan. Paraxtlar u yerni ma'magan, shundan pulni to'lash imkoni bo'lmagandan Xitoyga amal yo'q, 99 yillik ijaraga berib etdi. Ondan payını alış mümkün. Her bir stratejiye açısından paylanandı yoki başka maqsaddan paylanandı bilmeymiz. Bu yeni İpek Yolu planının köp kısmı iqtisadi menfaatini nişan qilgan emas. Bayağı degandek Pakistan Xitoy ekonomik koridoru deymiz. Bu asosan energiya yo'li yani. Bundan bir payda chiqadigan, iqtisodiy payda chiqadigan bevosita. Yani şu yoldan payını pul tepip qildigan yo'l. Xitoyga bunda pul ekildigan yo'l emas. Bu uzun yillik stratejiya. Onunla başka Janubiy Osiyolarda qilayotgan ba'zi qurilish turlari bor. Ular shunday shu siyosiy maqsad qilingan ba'zi qurilishlar bor. Yana birisi endi ba'zi davlatlar Xitoy allaqachon mablag' selib, epiyolatgan qurilishini to'xtatib qo'ygan ahvollar bor. Buni Ruqiya xonim aytib tushundirdi. Bu ikinci bir mesele. Hem üçüncü mesele bu planı işe aşılamasına ihtimal olan yeni bir mesele. Xitoyning o'zidagi iqtisodiy kuchi. Bu yerga bu bankaga a'zo bo'lgan davlatlar mu unchalik ko'p emas, uning qo'ygan mablag'i mu 500 milyon dollar, u hech qancha gap emas. Muhimi Xitoyning o'zimi tashqi pul bag'atli azlayotdi. Tashqi pulniki azligi tufaylidan Xitoyda veran bo'lgan Markaz banka o'tkazib olgan Xitoy banklari bor. Tashqi pul azligi tufayli Xitoydan chekinib chiqamiz degan shirkatlarniki pulini beramayotgan. Ya'ni o shirkatlar mol mulkini Xitoyga o'tkazib etib, bankka qo'ygan pullarni, Xitoydagi bankdagi pullarni dollarga aylanib ochib ketamiz degan vaqtda Xitoy banklarining uni to'layamga ahvollar bor. Yetarlik, ya'ni mablag'i yo'q. Undan boshqa eksport davomli azlayotgan bo'lg'achqa Xitoydagi bu dollar mablag'i azlayotdi jiddiy. Yani shunday bo'lgandan keyin endi bu zo'r miqdordagi bir planni ishga oshirishda Xitoyning o'zining mablag'i yetamdi yetmamdi, bunga oid cho'ng masala, uni qanday hal qiladi. Shu jihatlarni o'ylashga vaqtda yana bu planni yani oshirolmaslik ehtimoli yana xilli cho'ng deb o'ylayman. Jatturg'un efendim sizniki. Mening qaytib qo'yilgan narsa bu endi Xitoy nurg'unlagan davlatlarga hükümet orunları bilen devletning qarqaysi aparatlari bilan bu yerga hamkorlik qilishga sürekli mablag' silyotdi. Ama bu yerda va'da qilinganda mablag' solamiz va infrastrukturani taraqqiy qildiramiz degilik
Buningdan xalq manfaatlandı, sizlarning xalqinglarmi ishga ega bo'ldi dedi. Xitoy nurg'un yerlarda o'zining ishlarini olib beryotidi bu yergacha. Va'da qilingan unda iqtisodiy bir taraqqiyotni ko'rinmayotidi. Masalan, Rossiyaniki bu nurg'un rayonlarda, masalan, Xitoyniki mushu nimasidan norozi bo'lgan nurg'un xalq nima hadislar ko'rildi. Masalan, Sibiriya rayonida 2018-yilda 4800 qitim Rossiya hukumatiga ariz sunildi ekan, masalan, shu xalqdan bir yilning ichida sunilgan ariz. Balki Afrika olsun, Afrikada nurg'un xalqninki buning qarta qarshiligini, noroziligini ifodalaganini ko'ryapmiz. Shuning bilan birlikda bu noroziliklar ya'ni mana shu O'rta Sharq, O'rta Osiyo nimalarida o'tgan chog'da bu yerdagi xalqlarning noroziligi, hatto Afrika nimidagi xalqning noroziligi Xitoyga faqat norozilik bilan nima bilan qolmasligi mumkin. Masalan, O'rta Sharq rayonlarida qilyotidi, bu atogin ba'zi bir qism qurolliq harakatlarninki qarg'ilish nishoni bo'lishi mumkin. Masalan, nimidagi narsani ko'ryapmiz, Balujistonlarniki nimasimi, ahvoldimi, Balujilarniki, Pokistondagi. Bu yerda bir mustaq bir xavfsizlik nuqtasidan xalqning noroziligininki nimasi ba'zi rayonlarda Xitoyniki bu proyektlarga nishon olgan holatda bu bir hujumlarning nimasi bo'lishi mumkin. Bu nuqta aytgan chog'da Xitoyning proyektining muvaffaqiyatli holatda menishi nim bo'lmaydi deb qaraymiz. Andikin shaxsiy nurg'un shirkatlar borki, Xitoyninki bu private military security kompaniyamiz, shaxsiy xavfsizlikni saqlaydigan uchun Xitoyning 140 yaqin mesela şirketi borki dunyoda. Xitoy nurg'un mushu shirkatlar orqali o'zining proyektini nima qo'yibdi, qo'g'daydi. Ammo bularning aqimisi qarab chiqsa, bu yerda ishlaydiganlar ko'pincha burunqi harbiy hisob tutgan Xitoyning askarlari ekanda, ammo qo'shuzlik ishiltigilik hodisa bu. Bu hamda nurg'un davlatlarningki nimasini qaytadan bo'lgan bir o'ylanishini diqqat e'tiborini chekayotgan bir masalalarniki bizga. Buningga qarata ba'zi davlatlar bu proyektga qarata bo'lgan pozitsiyasini o'zgartirishi mumkin oldimizgi yillarda. Ruqiya xonim, sizningki qo'shib qo'yadigan to'solg'ular jihatdan so'zlaydigan gapingiz bo'lsa, bizlar o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Yo'q, rahmat. Erkin olim, sizningki? Menimki ko'p yo'q, avvalma deb o'tdim, bu mutaxassislarga qo'shimcha bo'lib. Bu Amerika va G'arb davlatlari Xitoyning İpek yo'li bilan birlikda G'arb qimmat qarashlarini yo'qotadigan va G'arb davlatlarga besim ishiltib ularni beqindiradigan ahvolni tushungan hamat ular shu siyosiy jihatdan, geopolitik jihatdan Xitoyningki bu proje, ya'ni İpek yo'li projesiga qarshi chiqadi deb o'ylayman. Mening o'qigan materiallarimda Xitoyning nuqul siyosiy iqtisodiy bexatarlikka to'solg'ular emasda, bu ekologik kamponlik elib kelayotgan ziyonlarni egilganchu. Chunki masalan bu port qurish va yoki nurg'un ulaslar qurilishini yanglashda albatta ekologik kamponlik eg'irda ziyon elib kelgan. Bu muhitparvar tashkilot tarafidan kun tartib elinib kelayotgan bir ish ekan. Ya'ni masalanki shundaq qiladi. Muhit tarafidan o'ngsizliklar bor deb deyilibdi hozir. To'g'ri, hamda bunda davlatlar Xitoyning o'zimi shundaqdi. Taraqqi qilayotgan davlatlar muhitlarga pek ahamiyat bermaydi. Ya'ni borgan yerda muhitni buzadi. Masalan, eng oddiyini degan vaqtida O'rta Osiyoda ba'zi konlarni ochgan vaqtida, Afg'onistonda mis konni ochgan vaqtida ba'zi kimyoviy narsalarni ishlatadi. O kimyoviy narsalarni ishlatgandan keyin o to'proqqa ziyon beradi. Ularni to'proqni zehirlantirib qo'ygan. Bunda ahvollar ko'rindi. Bu kelgusida xalqning bu inkosga uchraydi bunda ahvol. Norozilikka uchraydi. Bu norozilikka uchraydi. Bunda ahvollar bo'ladi hamda. Menimcha Mehmetcan efendimning deganidek esasen iqtisod bilan munosabatli deb o'ylayman. Ya'ni sen bu projeni amallashtirish uchun sening kuching yetamdi, yetmamdi. Ya'ni iqtisod jihatdan kuching yetamdi, yetmamdi. Agarda bu iqtisod kuchida yetmasa, onu amallashtirish qiyin. Misalga ba'zilari bu Xitoyningki İpek yo'li bu projesini va Amerikaning 2. Dünya urushidan keyin Yevropaga qarta ilib borgan Marshall planiga o'xshatyapti.
Okşaydigan tarafım var, belki okşamaydı. Ama Marshall planı 5 yıldan keyin önüm ilişki başladı. Hazır Xitay'nınki bunu ilan kılgılığımı 7 yıl oldu, tek oturlukta bir nimi yoktur. Yani bunun kelgen işlerine devam kılvadıdır yani bunda diyenliçi. Yani közge görüngen bunda haklarını hayran kılgızıdıgan yani isil bir projenin neticesi hakını hayran kılgızış lazım. Tek bu tek hazırcı görünmedi. Ebeyma mütehassılarımı dep öttü. Xitay bu projeni ilip mangan vaktida bulup mu pul muamelesi meselesinde iniklik yok. Yani inik emez. Siyasetine ilip bakan çakdıma Xitay merkezlik bir siyasetine ilip bir vatıdı ama hemminla kıytılınla da vatıdı. Hemminla kıytılınma diyendi ki hem adam kıytılgan devletler biliş lazımdı. Nimiş kılvatıdı, nimiş kılmaydı. Yani bu yerde bir roşenlik yok, bir hüşürüm var. Bu makaklarının gumanını payda kıldığan bir ahval bu. Şununla bulama bir tosaklık sebepler de oylayalım. Kıymetli görülmeler, biz yukarıda mutaxassislerimizin Xitayning yeni İpek stratejisi ve Şarkı Türkistan to'g'risidagi cho'nqur ve keng doiralik analizlarga murojaat qildik. Qimmatli mehmonlarimiz, tadqiqotchilarimiz hammalarga ko'p rahmat. Sizga rahmat.